Er-xotinning turlari. Go'zalim, Labek. bugunlar sizga. Voy rahmat. Olib keling ovqatingizni. Faqat shu o'zim ovqat qilmadim-da, dahshatdan pitsa zakaz qildim. O'zini e'tiborliga rahmat. Современный oila. Madinachka, малыш, qaraysan, men keldim. Ой, малыш, keldingizmi? Jana, yegulik приготовила, olib chiq, yeydik. Ой, ты чё? Я сегодня маникюр сделала. Qanaqa ovqat? Ha, manikюр. Ну ладно, как всегда, десятмауш бардан романтичный joy etib qo'ygan. Ну тогда я переоденусь. Давай быстро. Поехали. Hozir bizlar joydar oila. Ayazi, ko'rib o'tirsan mashina. Qachongacha qonni o'ylamaysanmi? Yana tasib keldingmi? Yana tasib keldingmi? Ursanmi? Ur, kelsan. Qo'y tashla. Hey, sen ovqatingni qil. Bilasan, karit tutmaganman yoshligimda. Yig'lanma muhabbatim yig'lanma.